Bo'ylariga bo'ytumor, ko'zlariga ko'z tumor. Kutaman jonim halak didori qilar xumor. Bo'ylariga bo'ytumor, ko'zlariga ko'z tumor. Kutaman jonim halak didori qilar xumor. Qoshlari qaro yorim, ko'zlari balo yorim. Qoshlari qaro yorim, so'zlari balo yorim. Nima desam ham ko'nmaysiz ey ashnaqasizda. Hamma shofyorlarni, traktor haydaydigan shofyorlarni boshini og'ritdim va mana shu traktorda o'rganishga muvaffaq bo'ldim. O'zim yer haydayman, o'zim kultivasiya qilaman, o'zim egat olaman. Imkoniyat tug'ildi deguncha mana shu traktorlarni kaltini burab ko'rishga harakat qilardim. Turmushga chiqdim. 2 ta farzandli bo'ldim. O'g'lim, qizim bor. Allohga shukr. Shu rahmatli Sadriddin tog'ani yuvoshligidan foydalanib traktorni buraganman. Kolxozda omborni bir tomonini buzib tashlaganman. Hozir eslasam hali ham kulaman-da. Yengilroq kasal bo'lsa, o'zim amallayman. Ag'ini kavlayman, bag'ini kavlayman, bir narsa qilib yurgizib boraman, lekin og'ir kasal bo'lsa yo'ldan kim o'tsa to'xtataman, ilojim yo'q. Baribir men ayolman, men ojizaman men, lekin harakat qilaman. Bir so'm topsam 50 so'mini bolalarimni o'qishiga, bilimiga sarflashga qaror qildim. O'zim sevgan, o'zim orzu qilgan, o'zim niyat qilgan oliygohga 43 yoshimda talaba bo'ldim. Munira Ro'ziyeva Bo'ston tumanining Mehnatobod mahallasidan yoshlik chog'lari kattakon mashinalar haydashga qiziqqan. Qahramonimiz hozirda o'zining dehqonchilik qiluvchi ekin maydonida traktor minib hosillarni parvarish qiladi. Oilada 2 nafar farzandning onasi dala ishlaridan bo'shab san'at sohasidagi bilimlarni o'rganishga ham ulgurgan. Hozirda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida tahsil olmoqda. Munira opa suhbat davomida qo'shiqlari bilan bizni zeriktirib qo'ymadi. Texnikaga qiziqish bolaligimdan boshlangan desam bo'laveradi, chunki biz yoshligimizda kolxoz bo'lardi, kolxozda garaj bo'lardi. Garajda dadam o'sha rahbarlik lavozimlaridan birida ishlardi. Bemalol kira olardik garajga. Garajda 50-60 ta texnikalar bo'lardi-da, traktorlar, katta mashinalar, kombaynlar, xullas hammasi o'ziga tortardi meni. Yaxshi ko'rardim. Imkoniyat tug'ildi deguncha mana shu traktorlarni kaltini burab ko'rishga harakat qilardim, minib ko'rishga harakat qilardim. Nima desam bo'ladi? Ana shu texnikalarning ichida katta bo'lganmiz. Hammamiz hamda mana shu 5 ta farzand bo'lganmiz, hammamiz shu texnikaning ichida katta bo'lganmiz. Uyimizda ham bo'lardi texnika, lekin meni ko'proq o'ziga tortgan mana shu traktor, kombaynlar o'ziga tortardi. Bahaybatligi uchun qiziqqanman shekilli. Shuni minishga harakat qilardim. Hayot davom etdi, katta bo'ldik. Hayot o'nqir-cho'nqirlardan, past-balandlardan iborat ekan. Mana shu past-balandlardan o'tib yashashga harakat qildim. Turmushga chiqdim. 2 ta farzandli bo'ldim. O'g'lim, qizim bor, Allohga shukr, lekin shunchaki yashashni o'zi bo'lmaydi ekanda. Inson borki, harakat qilish kerak ekan. Tirikchilik uchun harakat bo'lar ekan. Yashash uchun kurash bo'lar ekan. Mana shu kurashlardan o'tib mana shu kungacha yetib keldim. Hali ham endi qiyinchilik deb bo'lmaydi buni. Davlatimiz rahbari juda ham katta imkoniyatlar yaratib beryapti ayollarga. Lekin men qiynalgan paytda ana shu imkoniyatlar yo'q edi.
Endi hozir mazza qilib ishla oladigan davrda mazza qilib ishlayman, mazza qilib pul topaman, mazza qilib yeb ichaman-da bola chaqam bilan. Shu davrlarda bolalarim mayda edi, qattiq kasal bo'ldim. Mana shu kasallik davrida tashab ketdi desam ham bo'laveradi turmush o'rtog'imni. Shunday qolgizib ketdi, ikkita bola farzand bilan. Otam o'tib ketgandan keyin ukalarim ham meni zimmamda qolgan. Ukalarim ham uylab joylab, singillarni chiqarib, ana undan keyin farzandlarimga harakat qildim. Butun topgan tutganimni, nima desam, 1 so'm topsam 50 so'mini bolalarimni o'qishiga, bilimiga sarflashga qaror qildim. Va shu davrda yetkazolmay ham qolasiz ekan. Ko'chada qolgan kunlarimiz bo'ldi. Kvartira, ijara yashab, lekin baribir bolalarim bilim olish kerak degan ahd bilan o'zimga qaror qilgan edim. Mana shu qarorimdan qaytmagan holda bolalarimni o'qitdim. O'zini kuchi bilan ikkala farzandim ham oliygohga o'qishga kirdi. Allohga shukr. Bu yil mana qizim jurnalistika universitetini bitiryapti. Va shu bilan birga sirtdan o'qidi. Yarimidan ana shu imkoniyatimiz chegaralanganligi uchun o'qish davrini yarimidan 2-kursdan sirtqiga o'tkazganmiz. O'g'lim Andijon mashinasozlik oliygohida hozir o'qiyapti. Shu davrlar ichida meni haligi nima desam, orzularim ham ko'milib ketgan edi-da. Armonga aylandi deb o'ylagan edim, lekin farzandlarim turtki bo'ldi. Aya, siz ham o'qiysiz, biz o'qiymisiz, nimaga siz o'qimaysiz? Degan fikrda bildirishdi, meni majburlab olib borishdi. O'zim sevgan, o'zim orzu qilgan, o'zim niyat qilgan oliygohga 43 yoshimda talaba bo'ldim. Hamma shofyorlarni, traktor haydaydigan shofyorlarni boshini og'ritdim va mana shu traktorda o'rganishga muvaffaq bo'ldim. O'zim yer haydayman, o'zim kultivatsiya qilaman, o'zim egat olaman. Mana shu yer bilan, mana shu dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lishga harakat qilaman va shu bilan birga 1 yilda 1 marta ipak kurti boqamiz, oilaviy va mana shu mahalladagi ishsiz ayollar bilan birgalikda. 1 yil ish stajga ega bo'lasizlar deyman va pulli bo'lasizlar, qo'llariga pul beriladi. Mana shu ipak kurtlarini boqib, pillasini topshirganimizda bizni qo'limizga pul tegadi deb yonimga olaman. 5 ta 6 ta ayolni yonimga olib birgalikda mana shu kurtlarni boqamiz. Traktor ham haydab turasiz ekan, chiqasiz dalaga traktor haydagani. Buzilib qolsa nima qilasiz? Traktor buzilib qolsami? Yengilroq kasal bo'lsa o'zim amallayman. Ag'ini kavlayman, bag'ini kavlayman, bir narsa qilib yurgizib yuboraman, lekin og'ir kasal bo'lsa yo'ldan kim o'tsa to'xtataman, ilojim yo'q. Baribir men ayolman, men ojizaman men, lekin harakat qilaman. Keyin minorsiz, misol o'zingizda buyumingiz bo'lib qolgandan keyin o'zingizda buyumingizni qayeri kasalligini bilasiz-ku. Ana shu joyini tuzatishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Agar qo'limdan kelmaydigan og'irroq kasalligi bo'lsa, kim o'tsa to'xtataman yoki usta chaqiraman shunaqa. Eng qiziqarli voqea, dadam shu garajda ishlaydi. Bizi maktabimiz, o'qigan maktabimiz garaj bilan ro'para qo'shni. Shu yerdan chiqib hech kim yo'q ekan, obed mahali, bizi maktabimiz, darslarimiz tugagan mahal, obed mahali. Hamma obedga chiqib ketgan, shu traktor bor ekan. Rahmatli Sadriddin tog'ani yuvoshligidan foydalanib traktorni buraganman, kolxozda omborni bir tomonini buzib tashlaganman. Hozir eslasam hali ham kulaman-da. Dadam bechora keyin boshqatdan urib berganda, shu kolxoz juda katta ombori bo'lar, shuni burchagini buzib tashlaganman-da, Sadriddin ekan traktorda. Shunaqa qiziqarli voqealar bo'lgan, juda ko'p. Endi uni eslab aytib berish kerak edi. Maktabda partaga o'tirgan partingizda qanaqa kasb egallashni orzu qilgansiz? Men partaga o'tirgan paytimda men vrach bo'laman deganman. Shifokor bo'laman deganman. Xirurg bo'laman deb niyat qilgan edim. Hozir ham misol hamma meditsinani hamma sohasidan xabarim bor. O'qib chiqqanman, o'qiyman. Yaxshi ko'raman. Har bitta sohani o'qib chiqishga harakat qilaman. Meditsinani. Qonimizda bor ekan, ayamda, men onam tomonda, otam tomonda mana shu san'atni ichida yurgan
insonlar bor, san'atkorlar bor va men mana shu san'atga mehrim boshqacha bo'ldi va san'atkor bo'lishga qaror qilganman. Va 50 ga qarab ketayotgan bo'lsa yoshim, mana shu orzuyim ushaldi deya olaman. Oddiy dehqon oilasida tug'ilgan Munira Ro'ziyeva farzandlariga ham ota, ham ona bo'ldi. Ularni oq yuvib, oq taradi, oliy ma'lumotli qildi. Orzularingiz nima deb so'raganimizda ham farzandlariga ilindi, ya'ni ularni jamiyat, yurt koriga yarovchi insonlar bo'lishini xohlaydi. Munira opaning qilayotgan mehnatlariga kuch-quvvat tilab, bu yil ipak qurtidan mo'l hosil olishlarini aytdik. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozod Sharobiddinov tayyorladi.